Qancha oldu aka shular? Qancha qilishdi? 16 dan so'rab ketdi. Erkek taylarmi? Urg'achi ekan. Erkek bilan urg'achi 16 dan qilib tur. Qancha oldu aka? Ot. 117 bo'ldi. Sizniki aka? 62. Qanchasi? Borib kelgan, to'g'ri borib keldi deb turdi. 62 bo'lib tur. Assalomu alaykum. Salom bir tuvanlar. Sizlar men bozor xabar kanali Jalolobod ot bozoridamiz. Tushki bozor, Tangan bozor. Qanchadan bo'ldi aka taylar? Assalomu alaykum. 55. Qaysinisi 55, qaysinisi 60? To'g'risi 60, bunisi 55. Baytallar ekan. Qanchada o'tasiz aka tayda? Urg'achimi? Qancha berdi aka bozor? 27 berdi. Qancha o'rtasi aka shular? 22 berdi. 22 o'rtasi. Erkak urg'achi? Urg'achi. 22 berdi ekan. 24 berdi. 24 berdi deb turib. Qancha oldi ot sizdanmi? Yo'q. Qancha oldi aka? 75 sotiladi. 75. Qancha berdi bozor? 67. 67 verdi, 75 satıldı. Bundan mı? Kaltatay. Kaltatay. Qancha aka buni puli? 60. Qancha verdi aka bozor? 57. 57 verdi. Kaltatay o'zi qunam. Kaltatay erkak. Nima? Puli qancha do'stim? Qancha o'tadi aka? Bilmayman. Qancha berdi bozor? Ayt. Qanday yurgan bo'lsa, Pul qancha pulini ayt. Hey, do'stim, pulini ayt. 90 mingdan qancha qo'yaveradi? 90 mingdan qo'yaverdi. 100 ming berdi. Ket. Qanchasi? Jamasi? Yo'q. Qarajan, yo, bulun. Mayli, o'sha tavakkalish ham qiyin bera. Yo, 90 mingga bermaysizmi, Qancha oldi aka bu? 70 ta. 70. Qancha qildi aka bozor? Qunammi? Qunammi? Mushta ekan. Puli qancha aka shuni? Aka. Mushta. Qancha berdi? 71 berdi. Qancha buni qaratdi puli? Qazan oldi. Qancha dedi? Jaldi u. Qancha aytsa? Aka qancha buni? Video bu. Ha. Aytmadi. 85 deydi. Qanchasi ekan bu? Bilmaydi ekan. Qancha uka pulim? Pulim tayindan. Qancha yerda bozor ukam? Qancha? 47. Qancha aka puli? Ha? 95. Qancha berdi aka bozor? 85. Qanchasi? Kattasi. Erkak. Baytallar qanchadan aka? Puli. 60. Nos 60 mı? Qancha berdi aka buga? Narg'insichi? 70. Chekedagichi? 60. Qancha? Yosh qancha? Qanchasilar aka? No, qunan ekan. Katta o'bishdi. Baytallar no. Qanday qunan ekan? Puli qancha yating ne? Do'stim, puli. 100? 100? Qancha berdi? 80? 92 berdi. Qanchasi? 5asi. To'g'anlar bugun jumush tarbiyan bo'lib Usbet etib qolib ertaga inshaalloh o'zgan dot bozorini yaxshilab tartib beramiz. Katta rahmat, assalomu alaykum.